Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar? El yurt yaxshimisizlar hamalaring? Tinchmisizlar? Mana bugun mana Qoraqo'rg'ida suvni mana 90 litr bada haydaldi. Yanada 50 lik mana o Orolda bitta mahallasiga, keyin qolgani hammasi Qoraqo'rg'ga olib ketildi. Mana bularni suvi. Mana oshiqcha suv mana silifdan chiqib ketyapti tashqariga. Mana ikkita liniya, suvning ichidagi liniya mana o'sha yoqqa ketyapti. Metga hovuz qilindi. Mana shu yerda 15 kub oshiqroq suv turadi постоянно. Mana yoqda bularni endi mana ustini to'liq yana bekitib tashaladi. Uruyindagi suvni o tepasi bekitilgan. Mana shu yerda ustini polni bekitib tashaladi. Mana ham plita bilan bosiladi. Shu bilan bu yerda основной ishi bitdi hozir. Mana shu bugunga o'tkazildi. Shu plita bosish qoldi ustini. Bu yerlar atrofi ограждение bo'ladi. To'liq mana 280 xo'jalik o'sha Qoraqo'rg'ni suv bilan обеспечение qilindi. Bugun o'tkazildi. Endi Mir Mahmudov hozir yangi ko'chalarga endi harakat ertadan bu yoqqa xudo xolasa. Shuna qilib ishlarni yurgizamiz. Yana bitta narsa, bizda Yangichidan olib chiqadigan suvimiz bor. 3 kilometr 300 dan. Xuddi shu metod bilan olib kelinadi u yoqda ham. Drenaj holatda qilib turib, shu ular ustini yopib tashlaymiz u yerda ham. Bizda ham shunchalik suv bor u yoqda ham. O'sha 100 likda olib kelsak bo'ladi. Bemalol aholiga berishga, bizga napori ko'proq, ob'yomi kattaroq bo'ladi. Nima deganda, balandlik 63 metr balandlik bor. Nimadan bog'dan qabristonning yonidan o'sha buloqqacha bo'lgan rasstoyani 63 metr balandlik bor. Shu balandlik hisobiga bizda ko'proq suv keladi. Shularni bajarishimiz kerak endi birgalikda hammamiz bir butun bo'lib, shuni maslahatlashib, shuni bajarishimiz kerak. Xudo xolasa bundan buyoq shu ishlarni qilib o'tkazamiz. Alloh sabr bersin hammamizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.